5-bob. Kirsam, Missis Butler kravatda boshini changallab o'tirardi. Men birinchi bor uning ko'zlarini ko'rib, Diana James ko'zlari mastona, xumor boqadi deganda gapining zamirida nimalar yotganini endi tushunib yetdim. Ayol menga tikildi. "Salom", dedim va piyolaga hiyla ko'proq viski quyib uzatdim. "Kimsiz?" dedi u yoq bu yoqqa alanglab. "Bu yerga qanday kelib qoldim?" "Avval bir qultum bosh og'riq qiling", dedim. "Yo, ko'nglingiz qahva tusayaptimi?" Men uning nimani xohlayotganini juda yaxshi bilardim. Qahvani odob yuzasidan taklif qildim. Piyolani qo'liga oldi. Men shishaning og'ziga tiqinni tiqdim u narigi xonaga olib chiqib ketdim. Keyin ayolning oldiga qo'limda sovuq suv, sochiq va sumkasini olib qaytib kirdim. Bularni stolga qo'yib, uni kravatiga yaqin surdim. U bularga qayrilib ham qaramadi. "Savolimga javob bersangiz-chi axir", talab qildi u. "Mana bu katalakka qanday qilib kelib qoldim?" "O", dedim. "Eslay olmayapsizmi?" "Mutlaqo. Undan tashqari sizni hech qachon ko'rmaganman. Kimsiz o'zi?" "Hozir aytib beraman. Ungacha sal o'zingizni tartibga keltirib olmaysizmi?" Men kir yuvgichni suvga ho'llab uzatdim. U bilan yuzlarini artdi, sochiq tutdim. Keyin sumkasidan taroq topib berdim-da, qanday taranishini kuzatib turdim. Kunduzgi yorug'da qarasam, uning sochi qora emas, balki qizg'ish ekan. "Qahvaga qalaysiz?" deb so'radim. U o'rnidan turib ertalab kiyiladigan havorang xalatini qo'li bilan tekisladi. Men ko'zim bilan eshikka imo qildim. Uning ketidan men ham narigi xonaga yo'naldim. U men ko'rsatgan stulga o'tirdi. Qahva quydim. Sigareta berib olov tutdim. Keyin ro'parasiga kelib stulga o'tirdim-da, yelkasiga qo'limni qo'ydim. U menga qayrilib ham qaramadi. "Endi marhamat qilib, bu yerga qanday qilib kelib qolganimni gapirib bering", savolni takrorladi. Men qovog'imni soldim. "Hech nimani eslolmayapsizmi?" "Hech nimani. Men kelgunimcha ham nima bo'lgani esingizda yo'qmi?" "Nima demoqchi bo'layotganingizni umuman tushuna olmayapman", javob berdi ayol. "Ey xudoyim-ey, aytsangiz-chi axir kimsiz o'zi?" "Barton", deb yolg'on gapirdim. "Globe sug'urta kompaniyasidan Jon Bartonman." "Xo'sh, endi esladingizmi? Men to'g'risini aytsam, o'zimizning Kanzas City'dagi korxonamizda ishlayman. Men ilgari Sanportga yaqin joyda ishlaganim va bu atrofni yaxshi bilganim bois bu ishni menga topshirishdi." Bu gap bilan cho'pchaklarini davom ettirmoqchi bo'ldim. Hali u batamom o'ziga kelmagan. Shunday bo'lsa ham oqni qoradan ajrata oladigan va men Globe sug'urta kompaniyasining xodimi Barton ekanimning fahmiga yetadigan holatda edi. "Men sizga hujjatlarimni ko'rsatdim. Siz esa buni eslab qoladigan darajada emasdingiz. G'irtmas edingiz", deb ishontirishim kerak. Lekin ayol baribir ishonmadi. "Bunaqa sug'urta kompaniyasi borligini eshitmaganman", dedi u. "Sizni bo'lsa umrimda ko'rmaganman. Guvohnomangiz bormi? Ko'rsata olasizmi?" Surbetlik bilan yolg'onni qalashtirib tashlayverdim. Mabodo yolg'onlarim fosh bo'lib qoladigan bo'lsa, bir mirlik odam bo'laman. "Albatta", deb javob berdim. O'zimni guvohnoma qidirayotgandek qilib ko'rsatdim. Karmonimni ochib qog'ozlarni titkilay boshladim. Keyin duch kelgan qog'ozni uzatdim-da, darrov so'radim. "Siz jilla qursa qiyofasi, ko'rinishi qandayligini eslab qoldingizmi? Novchami, pakanami, semizmi yo oriqmi?" Ayol hayrat bilan menga tikilib turib so'radi. "Kimni aytyapsiz?" "O'sha sizni o'ldirmoqchi bo'lgan erkakni-da. Men kelishimdan sal ilgari." Shu gapning o'zi yetarli bo'ldi.
U ko'zlarini katta-katta ochib menga qaradi. Uning ko'zlarida qo'rquv alomati zohir bo'lib, alomat bir zumda yo'qolganini sezdim. "Meni-ya? O'ldirmoqchi bo'ldimi?" "Qop-qorong'i edi", dedim. "Sizga tashlanishdan oldin o'zicha bir nimalar deb o'ldiradi. Uning ovozini eslab qola oldingizmi?" "Nima to'g'risida gapirayotganingizni tushuna olmayotibman." Gapimni bo'ldi u. Savol berishni to'xtatmay karmonimni yopdim. "Siz uyingizda plastinka qo'yib eshitib o'tirgandingiz. Uyingiz oldidagi maysada sizni topganimda qo'lingizda plastinka bor edi. Menimcha, qo'lingizda nima borligini anglab yetmadingiz, lekin uni menga bermadingiz. Mahkam siqib ushlab olgandingiz. Aljirab gapirardingiz. Avval so'zlaringizdan hech nimani tushunmadim." Ayol boshini sarak-sarak qildi. "Hech nimani eslolmayman", dedi u. "Yaxshisi, bir boshdan gapirib bering." "Xo'p, bo'ladi." Men sigareta tutatdim. "Aslida siz bilan gaplashmoqchi bo'lib keluvdim. Sanportdagi idoramiz izga tushgan va buni menga topshirgan edi. Bu haqda keyinroq gapirib beraman. Men yarim kechada avtobusda Sanportga kelib tushdim-u, mehmonxonadan sizga qo'ng'iroq qildim. Telefon raqamingiz band bo'ldi. Birozdan keyin yana telefon qildim, yana band edi. Shundan keyin taksi yollab uyingizga keldim. Mashina farasining yorug'ida sizni uyning yo'lagida ko'rib qoldim. Siz ko'cha eshigidan chiqib, garaj tomon chopib ketdingiz. Men mashinadan tushdim-u, yugurib borib sizni ushladim va maysaga o'tkazdim. Bir qo'lingizda sumka, bir qo'lingizda plastinka, qo'rquvdan dag'dagʼ qaltirardingiz. Xonamda sham yorug'ida plastinka qo'yib o'tirgandim. Birdan orqamga o'girilsam, bir erkak turibdi deya bor ovoz bilan harsillab uzuq-yo'liq gapirardingiz. Men o'zingizni bosib olishni, keyin nima bo'lganini bir chetdan batafsil gapirib berishingizni so'radim. Siz bo'lsangiz, nuqul bitta gapni, bir erkak orqamdan keldi-yu, qo'lida bir nima bilan menga tashlandi deyaverdingiz. Aftidan siz undan qanday qilib qutulishni bilmasdingiz. Men uyga kiraylikchi deb taklif qilganimda qo'rquvdan yana dag'dagʼ qaltirardingiz. Uyga kirish uchun sizni hech ham ko'ndira olmadim. Faqat mashinaga o'tirib qayoqqa bo'lsa ham shu yoqqa qochishga intilardingiz. Men qo'shnilarni uyg'otib yuborasiz deb qo'rqdim. Nihoyat birga mashinaga o'tirdik-ku, shundan keyin nima qilishimni, qayoqqa olib ketishimni tasavvurimga sig'dira olmadim. Shahar mehmonxonasiga joylay olmayman, chunki u yerda sizni ko'pchilik taniydi. Tezda uxlab qoldingiz. Miyamga yarq etib bir fikr keldi va sizni bu yerga olib keldim. Mana shu joy bir ovchilik klubiga qarashli uy. Men Sanportda ishlayotganimda unga a'zo bo'lib qo'ygan edim. Yilning shu faslida bu yerda hech kim bo'lmasligini yaxshi bilardim. Vaziyatdan qutulish uchun eng qulay joy deb shu yerni tanladim. Bu yerda o'zingizni bosib olib, hamma gaplar haqida xotirjam kelishib olamiz. Qani endi o'sha erkak haqida jinday bo'lsa ham biron nimani eslaganingizda juda omadi ish bo'lardi-ya. U sizni o'ldirmoqchi bo'ldi. U bu qabih niyatini amalga oshirish uchun boshqa urinmaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi. Ayol biroz jim turdi. Keyin menga tikilib turib so'radi. Men bilan nima haqida gaplashmoqchi edingiz? Eringiz haqida. Aha. Xo'rsindi u. Aftidan siz menga yana har xil savollarni bermoqchiga o'xshaysiz. Bu haqda javob beraverib chuqur nafas oldim. Ish olg'a bosayotganda edi. Bu gaplar sizga naqadar ko'ngilsiz ekanligini juda yaxshi bilaman. Savol berib joningizni hiqildog'ingizga keltirish menga ham noqulay. Lekin shunga majburman. Shunday bo'lsa ham mening maqsadim politsiyanikidan mutlaqo boshqacha. Politsiya eringizni qidiryapti. Siz bu ish bilan shug'ullanmaysizmi? Men o'ylanqirab chekayotgan sigaretamga tikildim. Yo'liga shug'ullanamiz. Buni qanday tushunish mumkin? Mrs. Butler, siz bilan ochiq gaplasha qolay. Mening maqsadim pulni topish. Qanday yo'l bilan topiladi, uning ahamiyati yo'q. Bank sug'urta qilingan. Agar pul topilmasa, o'sha summani bankka biz to'lashimiz shart. Bu ish bo'yicha bizni qiziqtirayotgan narsa mana shu. Sizga
jonim bilan yordam bergan bo'lardim. Balki siz ishonmassiz. Lekin men politsiyaga nima degan bo'lsam, o'shani qaytaraman. Men indamay kutib turdim. Ayol yana xo'rsinib qo'ydi. Bo'pti. Erim bankdan uyga qaytib kelgandan keyin Luizianadagi qaysidir bir ko'lda baliq ovlayman va yakshanba kuni kechqurun kelaman deb aytdi. Qo'lida pul ham, shuncha ko'p pul solingan narsa ham yo'q edi. Agar u rostdan ham pulni olgan bo'lsa, ehtimol mashinada qoldirgandir. Uydan odatda baliq tutadigan lash-lushlarni va qarmoqlarni oldi. Qo'lida hech qanaqa chamadon yo'q edi. Yakshanba kuni kechqurun qaytib kelmaganda albatta xavotir bo'ldim. Lekin yana biron kun dam olmoqchi bo'lgandir-da deb o'zimni yupatdim. Dushanba kuni ertalab bank direktori kelib menga... Ayol qo'llariga tikilib gapdan to'xtab qoldi. Eringiz nega bunday qilganini, bunday xatti-harakati zamirida nimalar yotganini o'ylab ko'rmadingizmi? U birozdan keyin javob berdi. Yo'q. Men qovog'imni solib, sigaretimga qarab turdim-da, keyin birdan boshimni ko'tarib unga tik qaradim. Biz bu holatning tagiga yetganmiz, dedim. Sizga aytishga istihola qilib turdim. Juda ko'ngilsiz gap. Baribir bu haqda sizga ochiq-oydin aytishga majburman. Nima gap ekan? U boshqa bir ayol bilan qochib ketmoqchi bo'lgan. Yolg'on. Afsuski, Missis Batler, buni sizga gapirib berishimga to'g'ri keladi. Buni Sanportdagi xodimimiz aniqlabdi. Ayolning oti Diana James ekan. Har holda u o'zini shunday deb atabdi. Uning uyi Sanportda. Eringiz unikiga bormoqchi, u esa eringizni yashirmoqchi bo'lgan ekan. Ishonmayman. Bunga shak shubha yo'q. Unda men bilan gaplashib o'tirib vaqtingizni bekorga o'tkazyapsiz, dedi u. Agar shu gap rost bo'lsa, demak erimni biladigan yakka-yu yagona odam mana shu Diana James. Yo'q, deb e'tiroz bildirdim. Bu ish siz aytgandek u qadar jo'n emas. U eringizni bekorga kutibdi. Kelmagan. Bunga juda dahshatli narsa sabab bo'lgan. Ayol olazarak bo'lib menga qaradi. Qanday? Missis Batler, sizga ich-ichimdan achinaman. Lekin eringiz o'sha shanba kuni o'ldirilgan. Ayol o'rnidan turmoqchi edi, bo'shashib oyoqlari izmiga bo'ysunmadi. Men uni boshqa xonaga olib chiqib kravatga yotqizdim. Biroz muddat o'tib ko'zini ochdi. Lekin qimirlamay shiftga qarab yotardi. Men qaytib kelib, stakanga ozgina viski quyib uzatdim. Iching, deya stakanni tutdim. Biroz yengil tortasiz. U o'rnidan turib, o'tirib yuziga tushgan sochlarini orqasiga olib tashladi. Keyin viskini ichdi-yu qaltirab ketdi. Siz buni tasavvur qilishingiz kerak edi, dedim. Umuman olganda, uning g'oyib bo'lganiga oradan 2 oy o'tdi. Politsiya bo'lsa, butun shtatlar bo'ylab qidirib yuribdi. Ehtimol shundaydir, fikrimga qo'shildi. Men bu haqda umuman eslagim ham, o'ylagim ham kelmaydi. Men stulga o'tirib, sigaret tutatib uzatdim. U olib bir tortdi-yu, sigaretani unutdi. Endi siz voqealar rivoji boshqa tomonga burilib ketganini tushunishingiz kerak. Politsiya endi eringiz emas, uning qotilini izlayapti. Aniqrog'i, ular qidirishni Diana James haqidagi gapni bilgandan keyin boshlaydi. Men bo'lsam pulni qidiryapman. Siz bilan nima uchun gaplashmoqchi bo'lganim endi sizga ravshan bo'lgandir. Ehtimol bu borada menga siz yordam bera olarsiz. Qanday qilib? Deylik, ilgari sizga ahamiyatsiz bo'lgan ayrim narsalar endi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lganini. Ehtimol biron kimsa eringizning niyatini bilishga intilgandir. Deylik, Diana James haqida bilgan odam. Undan rashk qilgan kimsa. Menimcha, u birontasi bilan yurgan bo'lsa, boshqasi bilan ham don olishib yurishi ehtimoldan xoli emas deb o'ylayman. Menga ma'lum bo'lishicha,
uning boshqa xotini ham bor edi, dedi u. Xo'p, davom eting. Ishoning menga, Missis Batler. Buning menga zarracha daxli yo'q. Menga pulni topish topshirilgan. Politsiya qotilni topish va sud uchun dalil isbotlarni yig'ish bilan ovora. Men biroz to'xtab yana davom etdim. Ishning bu jihati meni qiziqtirmaydi. Biz o'z ishimiz bilan shug'ullanamiz. Eringizni pul uchun o'ldirishganlarga ishonmayman. Buning asl sababi rashk. Pul bu yerda hech qanday ahamiyatga ega emas. Bu hol meni mutlaqo qiziqtirmaydi. Biz pulni topishimiz kerak. Pul qo'limizga tushgan zahoti biz uchun ish nihoyasiga yetadi. Tushunyapsizmi buni? Agar topolmasangiz-chi? Unda biz zarur choralarni ko'rishga majbur bo'lamiz va oxir oqibatda eng yomon odamlar qatoriga kirib qolamiz. Ayol boshini irg'adi. Sizlarga odamlarning his tuyg'usi begona ekan. Men sizga boshida aytdim-ku, bu mening xizmat vazifam. Men ishdan boshqa vaqtlarda o'z tuyg'ularimga erk beraman. Ayol indamay diqqat bilan menga tikilib turaverdi. Men egilib uning qo'llarini ushladim. Keling, maqsadga ko'chaylik. Agar eringiz o'ldirilmagan bo'lsa, topish uncha qiyinchilik tug'dirmagan bo'lardi. Agar rashkchi ayol aqlini yeb qo'yib uni o'ldirmaganda, biz pulni allaqachon topgan bo'lardik. Hech qanday sababsiz ishni bir o'zi shu qadar murakkablashtirib yuborgan. Oqibatda puldan o'zi ham foydalana olmaydi. O'sha ayol kimligining tagiga yetganimdan keyin boshiga qiyomat kunini solaman. Agar esi borida kallasini ishlatib etagini yopsa, bu azoblardan qutulib qolishi mumkin. Buning yo'li osonligini endi tushungandirsiz? Ha, deb javob berdi u. Buning yo'li juda oson ekan. Missis Batler xandon tashlab kuldi. Keyin basharamga tarsaki tortib yubordi.